Leksimizden devam hürmetli vatandaş bugün çizsağı 2021 7. ayının 22. günü hafta Perşembe. Leksiyanın devam endeki mavzumunda. Muavin devlet sakatbe. Cüngunu ziyaret kılışını mukumlaştırdı. Alimler Amerika Cüngo Amerika hamkarlaşıdığan yol misli körülmegen derecede azayıp gitti, tarayıp gitti. Deyişte mavzulu haber 7. ayının 21. günü Amerika avazının Xitay Dil programı ilan kılındı. Haber bundan başlandı. Teybi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi muavin davlat ishlar kotibi Wendy Sherman 7. ayının 20. günü Yaponiyaga yetib kelib, bir haftalik Sharqiy Shimoliy Osiyo ziyoratini boshladi. Bu qatimqi ziyorat yetib borgan eng oxirgi bir bekat. Jungoni ziyorat qilish safari kechikib, bu to'g'rida bir nima deyilmagan edi. Bir qancha qatimliq tasqilishlardan keyin Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi 7. ayının 21. günü qaror qilib, muavin davlat ishlar kotibi Wendy Shermanning Jungoni ziyorat qilishini bekitdi. Kutib olish yuqori darajaga ko'tarilib, Tashqi ishlar ministri Wang Yi Tianjin shahrida Amerika Qo'shma Shtatlari muavin davlat ishlar kotibi Wendy Shermanni kutib oladigan bo'ldi. Tahlilchilar mundaq deyishdi, Amerika Jungo munosabati qarama-qarshilik va raqobat chityapti. Shundaq hamkorlashdi. Masala hal qildi. Ya'ni hamkorlashib masala hal qildi. Garchi hamkorlashning yo'llari allaqachon tariyib ketgan bo'lsin. Olimlar mundaq deyishdi, buning ichida Jufang mundaq ko'rsatdi. Men mundaq his qilyapman. Hamkorlashish yo'llari degan bu zodi nima yo'l? Qaysi masalada hamkorlashadi? Hozir qaraganda hamkorlashishning bu yo'llari mislsiz darajada tariyib ketdi. Chunki bu yerda ikki davlat o'rtasida talash tartish bo'layotgan bir talay masalalar bor. Jungo Amerikaning Jungo qaratgan besimini azaytishni umid qiladi. Lekin mayli Hong Kong bo'lsin yoki Uyg'uriston bo'lsin, kishilik huquq masalasi bo'lsin yoki Amerika harbiy aeroplanlarining Tayvan aeroportiga qo'nish masalasi bo'lsin, Amerika orqa-orqadan Jungo sizib bergan qizil chiziqni dastlashga boshladi. Jungo bundan norozi bo'lganligini bildirdi. Demak, endi 3-xabar, ya'ni yana bir xabar meni diqqat qilamiz. Muavin davlat ishlar kotibi Jungoni ziyorat qildi. Ikki davlat e'lon qilgan bayonotda ro'shan farq ko'rildi. Amerika taraf xalqiliq bir odamning ismini eg'izga olmadi. Mavzuli xabar 7. ayının 22. günü Duvey torbetida Jungoning o'zining torbetida e'lon qilindi. Xabarda mundaq deyildi. Jungo Davlat Mahkamasining a'zosi qo'shimcha tashqi ishlar ministri Wang Yi Wendy Sherman bilan ko'rishdi. Duvey torbeti e'lon qilyapti-ku, Wendy Sherman bilan ko'rishdi. Wendy Sherman Amerika qattiq ko'ngil biladigan Jungoning harakatlari sohasi bo'yicha suhbat olib bordi. Endi ochiq oldi. Amerika hozirgi paytda nimaga jiddiy ko'ngil biladi? Vatandoshim, Uyg'uriston jazo lageri masalasi, Hong Kong davlat bexatarligi qonuni masalasi va Hong Kongda qo'lga olinayotganlar. Hozir Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo masalasida qattiq ko'ngil biladigan masalalar mushular. Endi men Duvey torbeti o'zini ham nima debdi? Qattiq ko'ngil biladigan, Amerika qattiq ko'ngil biladigan masalalar to'g'risida suhbatlashadi.